sensi aydın ayrılamayman. Muşu o'ng qo'l lav bezbasidan sol qo'l akkord eg'izimizdagi naqshni qanday birlashtirib chalamiz. O'ng sol qo'l eng inchik holat men sizga dars qilib keldim. Bitta yurak bilan o'rgangan bo'lsangiz rahmat. Eng osta holatda o'ng qo'l mashq qilaylik. Hi ar sensi hi ar sensi. Endi biz ritm bo'yicha mashqlantiraylik. Hi ar sensi hi ar sensi hi ar sensi. O'ng qo'l mesela çalalığıda kaşık qilsiz. Sol qo'l ishtig'i akkordni men ustiga ko'plab yozib qo'ydim. Astik tekstni ustiga qaragan bo'lsak, aydın degan ustida am deb yozilgan. Ayrılalmayman deganda diyan deb yozilgan. Aydın ayrılalmayman. Qayga kelganda qaysi akkorddan ishlatganmiz? Men chag'inimni asta qarab shu bo'yicha ko'p tushunasiz buni. O'ng qo'l sol qo'llarni o'rganib oldik. Endi o'ng qo'l sol qo'l massaj turib, akkordni almashtirib, eg'izimizni sanoqni qo'shish mashq qilib boqaylik. Masalan, y ar sensi 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 y. Endi biz hozirgi mashqimizdagi eg'izimizga sanoqni naqshiga almashtirib, naqsini aytib sanab boqaylik. 0 seviyadan başlap gitar çeşik yo'lganlar jangizni o'ltiriblar o'rganadigan undar tor darsxona tuzib qo'ydim. Ishga yetmagan vaqt ichida gitar chep naqshatalga sevmay akib qo'yman. Darsxona 8 yoshdan 60 yoshgacha o'rtaq maskildi. Men qatnashib boqay deydiganlar undar nomeri 132 79 97 07 28 undar qo'shing yoki ustidagi pininchi xatdan bir undar qo'shsin bo'ldi. Gitar setib olganlar men bilan aloqalasanglar bo'ldi. Undan naqsh o'rganib boqaylik. Aydın ayrılamayman, ay yüzünü görgende, ay yüzünü görgende. Ey meni qaralmayman, qo'shima dürilgende, qo'shima dürilgende. Oy, hasret çektim. Oy, yar ne sevdim. Oy, hasret çektim. Oy, yar ne sevdim. Hoşuma dürülgende rencigenmedin menden, rencigenmedin mendin. İşençim sana kamil, ümit üzmüdüm senden, ümit üzmüdüm senden.